Passatga bu 1.6 motorga o'zini qilib yarashmaydi to'g'risi akalar. Xizmati ham zo'r bas, bunaqa kuchini olib bera olmaydi. 76 metrda primatoshni. Gaz bering aka. Voy. Yana bitta. Zo'r. Jonivordan o'tib chiqib ketyapti akalar. Bo'lsa shunaqa qilib bo'lsin. Ko'rinishini ham qaranglar. Bu ferga to'lib turibdi akalar. 76 metrda primatoshni yugurishdir. O'ziniki ham zo'r, davrda zo'r edi akalar. Bu o'zi chiroyiga ham to'g'ri kelmaydi. Xizmati ham bu 1.6 ning quvvatini ko'tara olmaydi. O'rta bachogini iltimos qilib qolamiz, bunaqa yasamanglar. Ichini qaranglar, bitta teshikda turibdi. Umuman tortmay qo'ygan mashina akalar. Buni alishtirib berdi, orqaga primatoshni qo'yib berdi akalar. Shunaqa rezultat oldi. 60 metr ham qo'yyapti, uyi zerikshyapti. Ko'pchilik klientlarimiz jumani 76 qo'yishyapti akalar. Akamiz Espero'ga qiziqar ekan, o'shani qo'yibdi. Bunga sportivniy yurishtirga, sportivniy diska qo'ysan ham shu o'lib qoladi akalar. Bu jonivorga bitta like bosib qo'yasizlar. Behlib xizmatlar bo'yicha yurishtirishga aloqaga chiqarasizlar. Akalarimiz Qo'qon shahardan kelishgan. Hatto jonivor yonib turib, endi bu behlib bilan vaqtcha bo'ladi akalar. Bunaqa programmadan chiqadi, bunaqa olov, bunaqa behlib. Ovozi balandligiga kelsak, buni paqillash programmali orqali qilingan akalar. Bizdan shunaqasi baland ovoz chiqadi, lekin paqillashi programma orqali akalar. Hatto shu gulishtirni qo'ysalaring, bemalol programma bossalar ham bo'ladi. O'zinikiga aytmaydi umuman akalar.